Hammaga assalomu alaykum. Bugun 8-iyun. Bugun vlog olishga qaror qildim. Men hozir Sankt-Peterburgda markazida turibman. Почти sentrda desam ham bo'ladi. Bu hozir orqa tarafim italyanskiy ko'cha hisoblanadi. Oldi tarafim injenerniy ko'cha hisoblanadi. Hozir oldinga o'tkazay. Bu yoq mana injenerniy ko'cha, mana adashmasam etnograficheskiy muzey hisoblanadi. Bu yoq площадь искусств. Bitta Pushkinning haykali bor, adashmasam. Hozir ashitga boramiz. Xullas, bugun kun issiq. Вроде бы hali 30 ga yetmadi. Yo'ldan o'tib olaveray. O'tib oldim. Hozir oldinga o'tkazaman. Soyaga ham kelib oldik. Площадь искусств unaqa katta emas. Chunki oldi qismda Russkiy muzey bor. Odam mana o'mishlar ham uxlayapti. Ularda shunaqa. Hozir kelgan yo'lim. Tak to'g'ri yuramiz. To'g'risi shtatifim yo'q telefonga, shunga videoni olish jarayonida sal video unaqa tiniq olinmasligi mumkin. Gullarga suv quyyapti mana. Tak, bu ko'cha Mixaylovskiy ko'cha hisoblanadi. O'sha Mixaylovskiy ko'chadan Nevskiyga chiqsa bo'ladi. Mana avtobuslar o'tib ketyapti. Ana shu o'sha Nevskiy prospekt hisoblanadi. Bu yoq mana Pushkinning haykali. Juda buni ham yuvganmi deyman. Yuvib qancha. Kattaroq qiling. Mana oldinda mana Russkiy muzeyda. Hozir mana bu rasmda ko'rganman men. Mana bu, mana shu ko'rganman qayerdadir O'zbekistonda. Xullas, oldinga yuramiz. Odamlar mana o'zi hamma futbolkada yuribdi. Bundan 4-5 kun oldin sal sovuqroq edi. Ertalab kurtkada, kechqurun o'sha kurtkasiz chiqsa bo'lardi. Tak, bu adashmasam Mixaylovskiy teatr. Tak. Odamlar mana yotibdi hozir. Mana yotibdi. O'zim mana qo'limga telefonni olganman.
turistik avtobus. Bitta mana shunaqa katta turistik avtobuslar juda ham ko'p. To'g'risini aytsam, mana shu ko'chadan o'zi yurmaganman. Faqat bu tarafdan yurganman. Bunday aylanib kanal Griboyedova bo'ylab, lekin mana shu ko'chadan o'tmagan ekanman. Endi o'tyapman to'g'risi. Endi nasib qildi. Bu injenerniy ko'cha hisoblanadi. Kimdir bilmasa. Tak yo'ldan o'tib oldik. Xullas, bugun letniy sadga ketyapman. Bu 1709-yildan qurilishni boshlagan Pyotr I tomonidan. U letniy sadga adashmasam 13-yili borganman. Shundan beri hali biror marta bormagan ekanman. Ancha yillar bo'lib qoldi. 2012-yili kelganimda o'sha yili Eskirovskiy ko'chasiga ko'chib o'tganman. Ana shu ko'chada turganimda o'sha yili 13-yili edi. 13-yili mana shunaqa kunlar isigan paytda borganman. Hozir oradan mana ancha yil o'tibdi. 10 yildan oshgan. Bormaganimga. Endi bugun borib shuni ko'ramiz. Hozir kanal Griboyedovaga yetib keldim. Oldinga o'tkazay. Ertalabdan hamma yugurishda. Bu yerdagilar shu kun issa maykada, shortikda chiqishadi. Bizda erkaklar ham kerak bo'lsa shortikda yurmaydi emas, yuradi-yu. Unaqa kalta emas. Baribir bizdagi shortiklar ancha uzun. Odamlar o'tiribdi. Mazza qilib soyada turistik yarmarkalari mana ishga tushyapti hozir. Bular hammasi shu 10dan keyin, 11dan keyin ishni boshlashadi. Bizlarda u birinchi navbatda ertalab saharlabdan turib ishni boshlashadi. Bu yerda naborat kunduzi to'yib uxlab olishadi. Men ham misoliga oldin ko'p uxlamas edim. Mana shu Rossiyaga kelganimdan keyin ko'p uxlaydigan bo'ldim. Bu anaqadan bo'lsa kerak. Bu yerda quyosh kam-ku. Shu quyosh kamligini hisobiga shunaqa bo'ladi-da. Bu yerdan men misolga sharf olsa bo'lar ekan. Akamga keyin nima qilsa bir ko'raman. Tak, bu Spas na Kravy mana. Xullas, mana bu qismi hozir remontda, tushunishim bo'yicha. Ustini fasadini полностью bekitgan. Tak. Oldinga yuray. Portret 20 minutda chizib berar ekan. Yomon emas, 5 minutda. 20 minutda deb yozib qo'yibdi. Shunday o'tirasiz, rasmingizni cho'tki qilib chizib beradi. Bir esdalikka chizdirsa bo'ladi. Ya, mana bunaqa Sankt-Peterburgda har xilcha binolarini rassomchilar o'zlari anaqa qilishadi-da, chizishadi.
Ko'pchilik o'zi chizib, olib chiqib, sotib, shunaqa qilib pul qilishadi buni. Hammasi qo'lda chizilganda. Takni yaqinlashtiraymi? Mana. Kimgadir qiziq bo'lsa. Qishda bular bo'lmaydi-yu, qishda ko'rmaganman. Yozga olib chiqishibdi-da mana. Xullas, bu taraf ham o'zi bog' hisoblanadi. Faqat hozir bekik tushunishim bo'yicha soat 10 dan ochadim. Keyin bu повторником debdi. Bu Mixaylovskiy sad hisoblanar ekan. Bu tarafga ham kirganman o'zi. Faqat ancha bo'lib qoldi. Bu Spas na Klaviyni oldi qismi. Rasmga tushyapti ekan. Mishat bermay qo'yaveray. Oldi qismi. Bu yerda ham remont ishlari ketib yotibdi. Shunga mana qismlari oldin yo'q edi. Bularni spesialni qo'yadi haligi remont paytida. Mana bu yerda ham mana rasmlarni chiroyli qilib, yerdagilar portretlarni yaxshi ko'radi-yu. Tak. Mana qanaqa chizib bostirmada chizilgan qarang. Bu zavodida ham bunaqa qilmasa kerak. Mana. Ham tarafni qarang. Xullas mana oldi qismi. Betga ham bir kirarman hali. Lekin hozir emas. Yoki mashet bilan bunday yurish kerak-da. Hozir o't olaveray. Mana qarang, o'sib ketganini. Buni spesialni qirqib tashlashmagan. Binoni kagida bezab turibdi. Bog'da qarang, Mixaylovskiy sad ekan bu. Mana. Xullas, hozir bu tarafga yurib, svetofordan o'tmasdan kanal bo'ylab borish kerak-da. Hozir o't olaveray. Bu ham mana restoran. Faqat hozir kunduz hech kim yo'qmi? Mana kanalga kelyapman. Bu kanal to'g'risini aytaman, nomini bilmayman.
Ana yoqqa yozib ham qo'ygandim. Mana o'zi olaveray. Juda turistlar ko'p. Mana bu tarafi. Bu taraf prinsipi unaqa zo'r qismi yo'q. Faqat bu qismidan borsagina Dvorcovga chiqsa bo'ladi. Bu yoq Вечный огонь hisoblanadi. Yani o'tmayman-da. Bu tarafga yuraman. Mana ko'prikda yon qismida kanal bo'ylab Nevaga chiqsa bo'ladi-da. Bu tarafda yana bitta kanal bor, Mindisiga o'tgan. Shu kanal yoqalab уже Nevaga chiqib ketsangiz bo'ladi. Xullas, soyaga yetib oldim. Salqinroq ancha. Lekin ko'chat quyoshli joy juda ham issiq. Shunga bitta qalin ham kiyinib bo'lmaydi, yuqa ham kiyinib bo'lmaydi. Yuqa kiyinsangiz bir havo o'zgarib, yomg'ir yog'ib, sovib ketishi mumkin. Shamollab ham qolasi kerak bo'lsa. Mana bu qism o'zi, mana bu qism Вечный огоньda territoriyasi hisoblanadi hozir. Oldinga o'tkazay. Mana. Hozir. Bitta juda ham ko'p. Shu narsaga e'tibor berdim. Sankt-Peterburgda juda ham ko'p siren ekilgan. Betdagilar sirenni yaxshi ko'rishadi shekilli. Soyaligini qarang. Quyoshda nuri ko'rinmaydi. Biz Olmaliqda ham ko'p daraxtlar qurib yotibdi. Ko'p joylarga suv yetmagan. Yana Olmaliqqa territoriyasi toshli hisoblanadi-da. Juda ham yerlari shag'al. Bu yerda naborot yerlari juda ham tuproqli. Hali oldin o'zi rostmi yolg'onmi? Oldin Sankt-Peterburg territoriyasi botqoq bo'lgan deydi-ku. Tak, mana buni qarang. Kanalda girdiga bo'yiga qilingan. Xullas, hozir tushunishim bo'yicha bu tarafga o'tishim kerak-da, yo'lda bu betiga o'tib, keyin bu taraf bilan yuraman. Mana bu ko'chaga tushishim kerak. Hozir o'tib olaveray. Ketdik. Olaveray. Bu tarafda ham yoqishibdi. O'tib olaveray. Telefonim ikkita, bittasini karmanga solib qo'yganman, shuni taqillayib yuborsam.
kelib qoldim. Shavro. Bitta shavro. Tak, so'qir. 10 bo'pti. O'sha kirsa bo'ladi shekilli. Xullas, bitta kirish vроде bitta ekan. Kimdir kirmoqchi bo'lsa, hozir o'taman. O'tdim mana. Deng letniy vasada 6-7 iyun hisoblanar ekan. Bugun уже 8. Generalniy sponsor VTB bank. Bu hovuz adashmasam bu искусственный hisoblanadi. Hozir soyaga o'taymi-da, soyadan bu tarafini olish osonroq bo'lsa kerak. Chunki ko'zimga ham quyosh juda ham qattiq uryapti. Bu mana hovuzini ko'rdingizmi? Hovuzini искусственно qilgan. No suvi tez ketmaganini hisobiga suvi xuddi suviga ko'p musor hovuzni bo'yini. Bitta mana ikkita oq qushi bor. Mana shu yerda. Mana. Hozir shu tarafga ham o'taman. Buni adashmasam zooparkdan olib kelishadi. Yoz sezoniga 2 dona har yili olib kelib, keyin qishda olib borib tashlashar ekan. Shunga hozir bu taraf bilan yuraman hozir. Mana shu taraf bilan yurib, aylanib, keyin bu boshga kelaman-da. Xullas, bu joy bilan borib narigi trassaga chiqib ketsa ham bo'ladi. Kutuzova trassaga. Уже u qanaqa Troitskiy mostdan oldiga olib chiqadi. Xullas, bu yoq bilan yuraveraman. Juda ham daraxt ko'p. Bizlarda ham shunaqa bog'larda ko'paytirganda yaxshi bo'lardi. Endi bizlarda hozir harakat qilyapti-yu, bu narsa kamida 5-10 yilga ketadi-da. Bu yoq mana bu tarafni ko'raylik nima ekan. Yo'q, bu taraf asosiy ko'chaga olib chiqadi. Hozirgi kelgan ko'chaga faqat boshqa eshik bilan. Lekin bu yoq yopiq. Mana qarang. Salqingina. Kimdir agar ikkitasi ketyapti. Hech kim yo'q. Endi 10 bo'lgan, hozir ko'pchilik hali uxlayapti-da. Xalq bu yerda sal kechroq turadi. Shuni hisobiga bu yerda nimani yozib qo'yibdi? Так. Зеленое убранство летнего сада. Русский muzey degan. Bet mana shu joyda kartasi hisoblanadi shekilli. Dub через чаты. Рабыня псевдоакация. Еловая роща. Аллея старых лип. Shunaqa lipovый
daraxt borda, значит. Konskiy kashtan. Лиственный европейский. Спеtsiально betga shunaqa noyob daraxtlarni olib kelib ekishganda bariga mana tutdi bariga o'xshaydi, qarang. Katta. Lekin hammasi shudringmi yo shirami bo'lib yotibdi. Menimcha yaqin atrofda suv sepganda mana suvlarni izi mashinada sepganmi, kim bilsin. Juda 2-3 asr oldin ekilgan bo'lsa ham, qilingan bo'lsa ham juda ham zo'r qilingan. Hozir mana bu ko'cha asosiy joylarga olib chiqadi. Как бы anosi yo'q. Adashib qolmaysizlar demoqchiman. Kayfiyatingiz buzilganda, dam olish kuningiz bo'lganda erinmay mana shu yerga kelsalaringiz, unaqa uzoq emas sentrdan. Hozir shu videoni boshida ko'rganlaringizdek shu Nevskiydan bu yoqqacha kelsalaringiz bir uzog'i bilan 10 minut vaqtda oladi. Ana morojniy sotadigan laryogi bor ekan, hali ishga tushmabdi. Bu oldi qism anaqaga olib chiqadi hozir. Oldinga mana yerda yozib qo'ygan. Chayna domik, ekskursionnoye byuro. Mana yerda L harfi menimcha tushib qolgan. Letniy dvorets Petra. Buni men o'qiganman Yandexda. Qarchi bu tarafga yurish kerak-da. Men bu tarafga yurib ko'ray. Chunki bu tarafda kanal bor. Kanalda u beti bilan men yurganman. U beti bilan yurib bu tarafga chiqsalaringiz, sirkni oldiga chiqasizlar. Sankt-Peterburgda eng katta sirk bor. Betlarga mana kamera qo'yilgan. Так что kimdir kelsa sal e'tiborliroq bo'lsin. Tak, mana yerda adashmasam sirk bor. Mana shuni boshida. Mana shu yerda. Bunday qilsam xira bo'lib qolyapti, uzr. Ko'rsataman deb o'yladim. Ular shunaqa. Suvni rangi ham bir qanaqadir zangli rang. Tak, oldinga yurayin. Odamlar ham mana aylanib yuribdi. Bir oila bu. O'zi to'g'risini aytsam, men ham juda ham erinib turuvdim ko'chaga chiqishga. To'g'risi ishdan keyin charchab qolyapman juda ham. Ertalab ishim 6 da boshlanadi. Enayda 6:30da. Endi yetib borishimga qarab ishlaydigan joyim sal uzoqroq. Avtobusda ko'p yuraman. Metroda to'g'risi hozir yurmayapman chunki metroda anaqa militsiya ko'p. Tak, bu tarafga keyin boraman. Hozir bu boshga yurib olaveraylik, bu boshga. Tak, mana yerda bir nimani ko'rsatmoq. Bunday qilib kafechani ko'rsatib qo'ydi. Bu yerda haqiqatan ham bitta kafe bor. Faqat narx-navosi sal qimmatroq bo'lsa kerak, bilmadim. Men o'zim olib ko'rmaganman. Bet mana shu yo'l bunaqa nima uchun tekis desalaringiz, betga qumni ko'p to'kkan. Qumni tagiga bilmadim, shebin to'kkanmi yo'qmi? No,
Mana qumda yursalaringiz qattig'ida, asfaltdan ham qattiq bo'lsa kerak. Bu necha asrdan beri to'kilyapti. Shuni hisobiga ham mumkin bo'lsin deya yekiga ekan. Kechqurun nechigacha ishlaydi bilmayman. Keyin grafikni ko'rib tashlab yuboraman, lekin ertalab 10 da. Chunki kechqurun 9-10 da yursa ham bo'ladi. Hozir belay nochi hisobiga soat 10 da ham hali qorong'i emasda. Xuddi bizlarda soat 6 larda kech botish arafasida rashra bo'ladi-yu. Ana shunaqa holat 10 da ham. Даже undan ham yorug' desam ham bo'ladi ancha. Bo'laveraylik. Video uzun bo'ladi. Shunga time kodlarni menimcha qo'ysam kerak. Chunki mana biz o'zbeklar ishlayapti. Hali olmay qo'yaveray, noto'g'ri tushunmasin. Bitta mana shu kafeni anonsida ko'chaga chiqib o'tirib choy poy ichsangiz bo'ladi. Hozir yaqinlashtirib. Mana ko'rinarsiz bo'lmasin. Mana bitta mana kamera turibdi. Mana nima deb yozgan? Letniy sад Петра Первого. Petrobur. Кофейный домик. Арт-кафе. Bu hojatxona shekilli. Bir kirmoqchi bo'lsa 10 dan 9 gacha, 9:30 gacha. Mana gulini qarang. O'sib ekan. Bariga. Yana nima qilgan? Men bo'yaganmi desam, yo'q, bo'yalmagan. Rozvoy bo'lib turibdi, qarang. Yaqindan olib ketib ko'rsataman. Mana qarang. Tushunmagan odam spesialni kraska sachrab ketganmi deb o'ylaydi. Yuraveraylik. Короче, bu yerda platniy joylari ham bor-da mana. Hozir nima deb yozgan? Tak. Ko'zimga yosh nuri tushyapti. Mana памятник архитектуры. Кофейный домик. Построено 1826-yil. Охраняется государством. Davlat qo'riqlanadi degani. Tak, bitta adashmasam bir anaqa bor edi. Недостроенный fontan. Hozir shu yerga kiramiz. Tak, bitta mana fontan bor. Tak, men hozir bu tarafga kirib olaveraylik. Keyin aniq qilamiz. Basket zеленые кабинеты debdi. Mana yonboqini yozib qo'ygan. Yaqindan qilsamchi. Manzarani qarang.
kirsa bo'larmikan yo'qmikan? Vроде бы ochiq qo'ygan-ku. Agar ruxsat bo'lmaganda anaqa bo'lardi. Bir odam turardi baribir. Hozir yurib olaveraylik. Urushmasmikan? Mana bu besedkachalar qilgan. Hozir Fontan favoritli 1726 ta. Kimdir o'qib olmoqchi bo'lsa, mana meniki kelib o'qib olsa ham bo'ladi. Iloji bo'lmasa, yirtilgan yo eski ko'chini olishmagan. Bunday bo'lsa kerak. Mana qarang. Anaqami? Layimmi? Layim daraxti. Birinchi marta ko'rishim to'g'risi. Sarg'ichroq bo'lib qolibdi. O'tirishdan oldimda bu musirmas, quyoshning nuri. Daraxtlar lekin zo'r qilgan qarang. Spetsialdan kalta kesib qo'yishadi. Yana o'sib. Bu ham shu layim bo'lsa kerak. Xullas, mana shunaqa joy. Lekin rasmga tushsa esda qoladigan joylarda. Mana qarang qanaqa. Tagmas. Xullas o'zim rasmga tushirib oldim. Hozir oldinga yuraychi, qani. Tak, chiqib oldim. Anaqa buyislar qo'yilgan. Bu yerda faqat ismlari yozilmagan to'g'risi. Yozilganmikan? Yo'q, yozilmagan. Mana yoqqa yozib qo'yibdi. Mana Kurfюрстина Бранденбургская жена Фридриха I ekan. Anaqa skameykachalar degan. Mana yana bitta. Bunaqalardan to'g'risini aytaman, bu yerda juda ham ko'p. Mana bitta ham mana kamera turibdi. Короче, bu sat juda ham xavfsiz hisoblanadi menimcha. Tak, buni olaylikchi. Buyus. Молодая женщина в розовой драпировке debdi. Так, men bittagina kiyib o'tdim. Bu mana yoqqa yozib qo'ygan Apollon deb 1717. Apollon shu yerga kelganmikan? Besedkachalarni chiqib o'tirasizda. Tamolab. Oldi qismini. Nima degan? Аллегория осени.
1717 bu ham mana. Endi o'sha davrda shunaqa kiyinishganda bular. Молодая женщина. Римlянка debdi. Qarang uzunligini. Xullas, hozir fontanga boray. Keyin yo bu tarafga yuramizda. Так. Suvni tortish sliva bo'lsa kerak. Bu yoqdan chiqqan suv bu yoqqa tushar edi. Mana yana. Tsar Midas. Bu kim ekan? Gavdasi kishi bilan hozir yaqin bo'ldi. Xullas mana Aurora. Buyoqqa yaqinda suv sepganmi deyman. Hamma joy shilta bo'lib yotibdi. Yana shadabda. Hali bu taraflarda ham bor. Bu tarafga ham hozir boramiz. Tak, bosdim. Bitta ham juda ham ko'p. Allegoriya Solnца, Apollon. Fontanni bu tarafi, hamma tarafi o'zi bir xil mramordan qilgan ekan. Unga pastga o'tishga bo'ladi, muzdek. Suvni hisobiga menimcha. Notch debdi. Kim ekan? Zakat. Shunaqa. Tak, hozir men mana uni olganim yo'qmi shekilli. Tak, bu tarafda ham fontan bor. Faqat hozir men bu tarafga borib ko'ray, keyin orqaga qaytaman sirag'i.
Mars bog' o'yini. Turg'ilikcha. Hop. Xullas bitta shunaqa haykallar ko'p, buyuslar ko'p. Bu kim ekan? Diana kopya debdi. Antichniy statuya. Так. Xullas qo'limdan kelganicha olyapman. Bu narsa olib yesangiz bo'ladi. Mana boyagi kafeni u tarafidan yuruvdim men. Ya'ni bu tarafiga keldim. Так. Tushunishim bo'yicha hozir mana bu fontandan nariyog'ini yuraman deb bo'lmasam. Borib o'qiy bo'lmasam. Xullas mana fontanni bu yog'iga keldim o'zi. Yuraylik chiqani. Bu Sezarga o'xshar ekan. Neron rimskiy imperator. Buyoqcha. Buyog'i ham shu аллегория. Скоротечности в жизни. Bitta ham shu hamma rasmga tushish yaxshi ko'radi. Bitta fontani o'sha boshqacha ko'ryapsizlarmi? Tak. Hozir men mana uni olayin. Mana yozilgan yozuvini qarang. Elementi bir nimalar yozibdi. Latindan qilinibdi yozuvlari даже. Skameykalarni qarang. Tak, bu tarafga ham hozir yuraman. Bu tarafda prinsipiy hech narsa yo'q, faqat bu boshida bor adashmasa. Hozir keyingi anaqaga o'tayin. Fontanga. Mana skulptura. Yoqqa ham bir nimani yozgan. Odamlar sekin-sekin mana ko'payyapti. Veritas debdi. Mana endi. Tak.
Bu yerdan hiç bo'lmasa manani ko'raveray birinchi. Так. Аллегория чистоты. 1700. Mana odamlar dam olishga kelgan. Bu yerda adashmasam qanaqadir katta haykal bor. Qaysidir yozuvchiniki edi, adashmasam. Bir tuman. Yozma qarang. Virtumo degan. Bo'yicha. Yerimni shunaqa haykalda. O'sha paytda qilishganda endi. Pomona. Tak. O'zbekka kirib shunday olaman deb chiqaman. Keyin bu tarafga yuramizda. Bu yerda prinsipi hech narsa yo'q. Bu nima ekan? Letni kafechami? Hayvonlarni ushlaydigan joy bo'lgan shekilli. Mana yerda dikki ko'shkani anasi turibdi. Ko'rinayotgan bo'lsa. Tulki. Bu bir nima yamada ismi esimdan chiqib ketdi. Короче. Shunaqa debdi mana. Fontani ishlayapti. Nima ekan? Ana basket птичий зверовой двор. Yog'ni olayim. Yorug'roq qilib. Kimdir o'qimoqchi bo'lsa, pauzaga qo'yib o'qib olsa bo'ladi, to'g'risi. Men o'qishga hozir to'g'risi vaqtim yo'q. Mana daraxtni qarang, qalinligini. Oltdan qaraganda juda baland. Птичий двор. Mana. Nimaga keyin pauzaga qo'yib o'qib olsalaringiz bo'ladi. Bu kim ekan? Аллегория изобилия. Ko'rdimmi, o'qidimmi, uncha tushunmadim deydi-yu. Ana shundan-da Flora. Mana bu yerda fontana. Xullas, hozir bo'lmasam betga kirib chiqay, keyin bu tarafga yuraman. Bu tam haykal. Yeri
Nerida? Nereida? Yaqinroqdan olib kelay. Buni oxirida bitta mana skameyga qo'yilgan bo'ldi. Mana yog'i bu tarafi ham xuddi shunaqa. Hozirgi joyga o'xshaydi. Shunga bu yog'i ham shunaqa, bu yog'i ham xuddi shunaqa ekan. Mana ayol ketayotgan joy. Bu tarafi ham xuddi shunaqa. Mana hozir yaqinlashtiraman. Zabotlarni zo'r qilganda taxtadan chiroyli chiqqan. Bu ham bu haykallariga rosa shira tushibdi. Vivekantiona. Nima degan? Allegoriya. Bu o'sha mana katta trassaga olib chiqadi, Kutuzova nabережныйga. Allegoriya arxitektura. Так, get house. Hovuzda qarang. Mana latundan misdan ekan, misdan qilingan qarang. O'sha davrda qilgan shekilli. Yaqinroqdan ko'rsatay. Hovuz tiniq. Suvora. Tak, hozir bu yoqda aylanib olaveray. Serera. Yaqinlab hozirgina iltimosnoma yozilgan ekan. Tak, men mana shu joyga kirmaganman-da. Mana shu joyga kirmaganman. Shu 12-yil, 13-yilda kelganimda. Mana shu joyga umuman kelmaganman. Kimni? Krылова. Krыlovdan olsa ekan bu. Krılovdan. Katta qilgan ey. Gapi yo'q, erinmay qilishgan. Bu haykallarni ham adashmasam bir bahorda bir yuvib turishadi o'zi. Atrofiga mana u hayvonlar haqida raskas qiladi-ku. Bashnya Krылова bor. Bu bashnasi ko'p adashmasam, ana shunga hayvonlar bilan o'rabdi. Buni ana shuni chiroyli qilgan. Bitta rasmga olib qo'ysak ham bo'ladi. Avvaldan.
Xullas, mana shu haykaldan boshqa hech narsa yo'q bu yerda. Biroz bunday o'tirsalaringiz bo'ladi. Mana daraxtga qarang. Rang-barang bo'lib yotibdi. Mana yaqinroqdan olib kelaman. Ko'pchilik bilmasa anavi qilyapti deb o'ylashi mumkin. Kraska sachraganga o'xshaydi. Nasibam deydi. Buni bag'rigini tus olishi shunaqa. Basket fransuzский partner. Buni oldimmi yo'qmi bilmayman. Tak, bo'lmasam men bu taraf bilan yurib, keyin bu tarafga boraman-da. Chunki hozir bu tarafga chiqib, bu yoqqa yurishim kerak. Bu yerda ham mana haykallar bor. Evet. Bu yerda biza ikkinchi meni bir tanishim ishlagan ekan. Yoz oyida deydi. Sezoniga chiqib ishlardim deydi. Kunlik xaltura deyishadi. Yoki kunlik ishga chiqib ishlaganda. Tak, hozir betga ham yuraman. Faqat hozir yoqqa o'tib olay. Mana qarang. Bunaqa koridorlari juda ham ko'p. Mana qarang. Yaqinlashtirayım. Mana farkına qarang, mana qarang. Bular mana dam olib o'tiribdi. Bitta ham mana haykallar bor. Bu yoq hozircha yopiq. Ko'rib turgan bo'lsalaringiz, mana lenta tortib qo'ygan. На просьба по газонам не ходить. Please keep off the grass. Deb yozib qo'yibdi. Xullas, mana fontani. Ham o'tiribdi. Так, hozir bu yoqdan yurayinda. Bir nimani ko'rib qoldim. Необычная роза. Что-то bunaqa rangli imini. Bunaqa ranglisini ko'rmaganman. Meni ko'zimga shunaqa ko'rinyaptimi? Похищение собаки. Mana
Kimgadir qiziq bo'lsa. Xullas, mana bu universitet. Mana shu universitetning yoni o'sha Troitskiy most hisoblanadi. Ya'ni Troitskiy mostga bu juda ham yaqin. Agar kimdir kelmoqchi bo'lsa, mana Troitskiy most hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana Troitskiy most universitet kultura hisoblanadi. Men bu yoqqa yuraman bo'lmasam. Endi yomg'irdan bu saqlamaydi-yu. Mana shu Kutuzova nabережныйga chiqsa bo'ladi. Bu joy bilan ikkitasi. Nima ekan bu? La Bellezza. Mana La Bellezza. Itimi bu? Ajdarhosimi? Allegoriya krasоты. Bunisi nima ekan? Sladosтрастие. Bu anamga o'xshaydi. Kalta kesak. Tak, boya bu yoqdan chiqib, bunday aylanib kelaman degandim, как раз mana shu yerga kelyapman. Bu именно anaqaga fondanga hal kelmaganman. Mana yana haykallar. Aleksandr Makedonskiy. O'zi ko'rinishi ham bir aytib turibdi. Yaqindan olay. Makedoniyalik Iskandarovda. Saturn debdi mana. Saturn deb yozilgan, ko'raylikda. Mana bu yoqqa yozibdi. Saturno. Yosh yigitni tasavvurimda edi, qariyani. Bello. Bello. Bu Medusa Gargona. Oyog'i bilan bosib turibdi. Beshik kechasi bor. Kirib bunday o'tirsak bo'ladi. Юлий Цезарь. Ko'raylik chiqani. O'xshatishibdimi, yo'qmi? Men ham buni kitoblarda ko'rganman faqat. Bu yustini hech ko'rmagan ekanman. Allegoriya mira. P. Baratta. Tomonidan yasalib qo'yilgan shekilli. Mana boyagi hovuz. Shuni bu tarafida turdim men. Nemezilda. Z deb qo'ygan. Da harfi yo'q ekanda, yo italyancha yozilganmi, kim bilsin. Mana boyagi.
Men bo'lgan fontan. Fatto debdi, fatto. Rock. Ustiga qarang. Judayam zo'r o'ralgan. O'zi shunaqa daraxt ekanda bu. Shu yerda o'rar ekan, uzumga o'xshab. Так, men buni olmovdim. Точно olmaganman. Hozir tak. Endi hozir bu tarafga yuraman, keyin yo'g'lam deb aylanib, bundesiga обратно chiqib ketsam ham bo'ladi, в принципе. Odam gavjum joyda yuraversangiz bezilib qolasiz. Bu yerda mana odam kam, odamni aylangisi keladi. Так, bu ham rimskiy imperator. Biz o'zbeklar o'tib ketdi. Shu yerda ishlaydi shekillar. Ana. Alegoriya dunyo. Bitta adashmasam mana boyagi chayna domik. U tarafida edim. Bu yerga kelganim uchun bu yoqda ko'rsatyapti o'sha. Bu Pyotr Birda rezidensiyasi hisoblanadi deb eshitganman. Yaqinda через Яндекс o'qib qoldim. Так, юноша, yigit. Tit, римский император. Men kapitan Tit deb hali bir ikra bor. Warhammer 40,000, 40,000. Mana shu Pyotr Birda rezidensiyasi hisoblanadi. O'sha davrda. Hozirgi mana yerda ham bunaqa bor ekan. Kassa bor. Yurtga tushmay qo'yaveraman. To'g'ri tushunishmasin. Так. Qaysidir yili mana shu remont edi to'g'risi. Juda ham chiroyli qilib masnaviy qilishibdi. Так, men hozir bu tarafga yurishim kerak. Bu tarafga. Hamma joy yopiq hozircha. Sekin-sekin ochiladi. Ular ko'p joyda ishni boshlashadi. Так. Летний дворец. Bu tarafda hozirgi kelgan joyim. Mana bu o'rta fontan. Так. Bu taraf
Bu taraf adashmasam restoran. Tak mana bu yoqqa yozib qo'ygan-ku. Nima deb yozibdi? Dub Petrovskого времени debdi. Ha mana. Mana shu daraxtda. Kattaligini qarang. Mana bu yoqqa nima deb yozgan? Памятник живой природы. Дуб Черещаты. Kattaligini qarang. Balandligini qarang siz. Tak, mashina cheesecake deb yozib qo'yibdi. Bu restoranga qanaqa olib kelishadi-yu. Yağın fontan. Boya как раз şu taraftan kelganimda bir joyga kirish esimdan chiqibdi. Ha shu joyga oldin kelganman. То есть boya mana bu joyga kiruvdim ya. Bu yoqqa keyin kirib ketdim. Hozir bunday bu yoqqa yurishim kerak edi. Так. Зеленые кабинеты. Как раз mana bu ayol ham mana shu yerga ketyapti. Mana shu narsalar xuddi shunaqa qilib qoldirganda. O'sha davrdan beri. Внимание. Растения руками не трогать debdi. То есть o'simliklarni qo'l bilan tegish mumkin emas. Так. O'rtani qarang. Короче, o'sha paytda mana shu anaqa fontan qurilmagan. O'sha davrdan beri qolib ketgan. Shu holatda qoldirishgan. Mana o'simliklarni teginmanglar degan. Tepasini qarang. Endi bularda bizni vaqtimizda qilgan-ku, lekin mana juda chiroyli qilingan. Xullas, shunaqa gap. Mana neobычный joylarni mana ko'ryapmiz. Juda noyob qilingan. O'zi 1700 anaqa yildan beri, ancha vaqt o'tgan, 1709-yildan beri adashmasam. Так что shunaqa gap. Kimgadir yoqqan bo'lsa, o'zlaringiz baho berib yorasizlar. Meni keyingi videom adashmasam Avroraga edi. Avroraga borishim kerak. Boyaga kelgan joyimga boraman, ashitdan davom ettiraman chunki u tarafiga yurishim kerak edi. Hozir oldinga o'tqazay.
havo yaxshi hozircha. Bugun vроде бы unaqa sovuq emas. Qaysidir kunlari slishkim isib ketyapti. Qaysidir kunlari slishkim sovib ketyapti. Bu yerda o'zi ob-havosini ham uncha tushunib bo'lmaydi. Shunga ko'pchilik ko'chaga chiqyapsa, yo ob-havoga qarab kiyinishadi yoki bo'lmasam o'zlari bilan постоянно zontik olib olishadi. Tak, mana bitta ikkita olinmagan haykal qolib ketibdi. Mariya Kizimira, jena Yana Sobiskaya. Ko'rinishini ko'raylik, qanaqa ekan? Живой qarab turganga o'xshaydi. Mumkin ekan Pyotr bir bo'lsa kerak. Shunga ham o'xshab ketyapti. Yan Sobiski. Польский король. Mana. Короче, уже bu Kutuzova nabережная. Mana. Bu yoqdan adashmasam Avrora kemasini anosi ko'rinyapti. Mana shu Avrora kemasini turbalari hisoblanadi. Juda ham katta kema. Keyingi videom Xudo xohlasa shu kemasi bo'yicha bo'ladi. Shu kemaga boraman Xudo xohlasa. Tak. Bu ham mana haykal Delfica. Sevilla ekan. Delfiyskaya. Gavdalari. Daraxtlarni qarang, hammasini tagini chiroyli qilib kovlab, suv quyadigan qilib qo'yishgan. O'zi yaqinda suv ham quyilib shekilli. Sevilla Somskaya. Xullas квест тайны летнего сада. Установите приложение, отсканируйте код, ответьте на вопросы. Hozir bu narsa bilan shug'ullanishni niyatim yo'q. Sevilla Liviyskaya. Nimaga Sibilla deb yozgan? İtalyancha yozuv hammi, kim bilsin. Sibilla Европия. Hozir ko'raylik nima deb yozilibdi. Sevilla Европейская. Так, bu yoqda охрана turibdi. Bu taraf bilan yursam ham bo'ladi. Bu taraf bilan ham yurishim kerak-da hozir. Mana shu ikkitani olayim. Keyin orqaga qaytaman. Odamlar mana dam olgan kunlari mana shunaqa joylarga chiqib Sezarga ham o'xshaydi. Men buni boya bu yog'idan kelib bunday o'tib ketdim. Значит, bularni olmasam ham bo'ladi. Значит, hozir bu tarafga yuraman.
Ha, mana. Rimskiy imperator xiromda turibdi. Qarchi bu yerda o'zini, bu letniy sadda o'zini ilovasi bor ekanda. Letniy sad. Mana. Kimgadir kerak bo'lsa pauzaga qo'yib o'qib olsa bo'ladi. Bu ham bir qanaqadir ma'lumot. Slava. Так, qo'lavering. Minerva. Boya bitta bo'luvdim. Borib ko'ringchi, bo'lganmanmi yo'qmi? Nechesida? Menimcha bo'lganman. Ha, bo'lganman. Esladim. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham katta joy. Shunga mana yerda hozir birinchi buni ko'rayim. Часовня. Mana kirish. Запрет yo'q. Mana odamlar bilet olgan emas, просто mana o'tib ketyapti. Так. Летний сад. Сквозь столетия люди, события, нравы. Празднество в летнем саду. Oldingi davrlarda mana qanaqa bayram qilishgan. Mana bu 1905-yili. Bu 1910-yili. Xullas shunaqa. В нашу гавань заходили корабли debdi. O'sha davrdagi kemalar. Mana 1705. 1716. Из истории дворца Анны Ионовны. O'sha davrdagi 1858 ekan. Qanaqa davrda odamlar degani. Это должен быть Пушкин. Купальня у летнего сада. Cho'mila degan. Men boya почти mana shunaqa joydan yuruvdim-da. Letniy sad kelaverish yo'lagi. И в летний сад гулять в воде. Так, бояга Крылов. Летний сад, памятник Крылова с рисунка гения. Бумага, гравюра,
Nostalya daftar. Haqiqatdan ham temirdan qilganda. Янтарная комната. В этом саду. Секундочку. Забавой он людей исправил, светая с них коробку в пыль. Портрет И.А. Крылова. Portret Ivana Andreevich Krylova 1834. Pauzaga qo'yib o'qib olsalaringiz bo'ladi. Под огорода все. Газоны, клумбы. Oldingi agitatsiya. Mana oldingi ishchilar. Bunday qilsamchi? Ayam ham o'qishni yaxshi ko'radi-da. Tak, boyagi suvi tiniq bo'lib turgan hovuzcha. Короче, buni ham orqasida xuddi shunaqa yozuvlar bor. Unaqa ko'p to'xtalmayman, to'g'risi. Videoni o'zi qisqaroq olgan yaxshi, chunki qisqa va tushunarli bo'lsa ko'p anaqa qilmaysiz. Videoda ko'p qolib ketmaysiz. Misoliga o'zim ham takmim uni olmovdim. Tiberiy римский император. Какая антиной. Так. Vakıf. Что-то o'qiy olmadim. Xullas boya ana shu fontanning oldidan bu yoqqa o'tdim. Yog'imda aylanib kelib, endi mana bu yog'idan kelib, bunday sekin bunday chiqib ketsam ham bo'ladi-da. Mana shu qismda pandemiyadan keyin ishga birlikda qatnaganimda mana shu yerda kinoga olish jarayoni bo'lyapti-da. Mana yoqlarni bekitib qo'ygan. Odamlar endi peshkom o'tib yuruvdi-yu, no mana shu joyda mashinaning avariya bo'lgan qismini olyapti. Qanaqa film bilmayman. Mana kanalda bo'yi. O'zimizni o'zbeklar
adashmasam yo'q. Ishlarniki yurg'incha. Omega yo'ray. O'zimiz o'zbeklar to'g'risi. Xullas, sal kayfiyatim ko'tarildi. Agar kimdir aylanmoqchi bo'lsa, kimda kim mana shu yerga kelib, bet ancha salqin, ko'cha issiq bo'lsa ham aylanib anaqa qilib ketsa bo'ladi. Kayfiyatini ko'tarib, tanish bilishini, qarindosh urug'ini, bola chaqasini olib kelsa bo'ladi. Bu yerda yana daraxtlar ko'pligini hisobiganmi, havosi qanaqadir nafas olish приятно. Ya'ni siz yurgan sari yurgingiz keladi, aylangan sari aylangiz keladi. Chunki havosi daraxtlar ko'pligini hisobiga juda ham toza. Tak, men hozir mana bu yerda ham haykal bor. Gapga ham bir borib ko'raylik, keyin bu yerga chiqib, menimcha oldi qismidan chiqib ketsam kerak. Ko'ramiz. O'z to'g'risini aytsam, bu trassaga chiqib, primoy yurib, keyin bir avtobus to'xtaydigan joy bor. Shu yerga borib, o'sha uyga ketsam ham bo'ladi. Prinsipi, o'zi havo yaxshiligida kelaman dedim, to'g'risi. Tak, men buni olmaganman. Terpa muzа лирический поэзия. Mana buni ham olmaganman. Tak. Ini yang caranya betul. To'g'risi men o'qiyman degan so'zlar juda ham qiyin. Boya bu tarafda bo'luvdim. Faqat mana bu tarafda bo'lmaganman. Mana bu tarafda. Shunga hozir mana buni ko'ring. Muzikalniy instrument qo'liga olyapti. Dutormi, rubobmi? Qariyalar bormi? Italiya. Muzika, media. Ninfa degli aria debdi. Ninfa воздух. Так. Odam yuraversa ham charchaydi. Bet juda ham aytyapman, territoriyasi katta. Skribonia, o'shana imperatori Avgusta. Tag'in to'g'ri yurib,
Bir tarafga yuraman shekilli. Hı. Tak. Bu tarafga yurayin da bo'lmasam. O'zimni kelgan joyim. Chunki men u boshiga qarab yurdim, o'ng taraf bilan. Endi aylanib chap taraf bilan chiqib ketishim kerak edi. Daraxtlar ancha katta, ancha qari bu yerdagi ko'p daraxtlar. Rasmga olyaptimi? Yo, rasm chizyapti shekilli. Orada o'tirib rasm chizishyapti. Bittagilar rasmga chizish. Mana gap yo'q. Mana bu joy Вечный огонь hisoblanadi. Mana shu joy Вечный огонь. Xotira va qadrlash kuni-ku. Bizlarda bularda g'alaba kuni. Biz biroz yuraylikcha. Xullas, havo yaxshi, ko'cha issiqroq bugun ancha. Bu yerda shu iyundan boshlanadi. Maydan issa yaxshi. Isimasa mana boya bu tarafda bir ko'rsatdim videoning boshida. Endi hozir bu taraf bilan yurishim kerak. Bu qarochi bu ikkinchi yo'l edi. Bunday kirib turib birinchi betga yurmay keyin desa yurib ketdim. Ana shu endi bunday aylanib, endi mana shu yo'l bilan nariga oq g'ozlar turgan joyiga chiqaman-da endi xudo xohlasa hozir. Daraxtni qarang, kattaligini. Buni qirqib hamma pushaymon yeydi. Chunki ko'p narsalarni sindirib yuborishi mumkin. Odamlarni qarang ko'pligini. Mana kattalashtiring. Gavjum bo'lib odam kelyapti endi.
Mana. Mana shu hovuzda bo'lsalaringiz, men u boshida edim. Mana Я еще сюда, надо как-то отпраздновать семью. hovuzda mana boshiga keldim. Men boya u tarafida turuvdim-da. Hozir mana oq qog'ozlar. Mana tak. Mana bu yoqqa yegulik qo'yishadi g'ozlar uchun. O'z kattalashtirib. Mana kelib, bemalol yeb, mana shu hovuzda aylanib yuraveradi. Eski rasmini ko'rdim. Shunda adashmasam suv bu tarafdan kelib, hovuzda biroz turib, keyin qaysidir burchagidan chiqib ketadigan joy qilishgan. Bu kanalga chiqadigan. Bo'lmasam bu yerda suv yig'ilib turaversa sasiydi-da. O'shani hisobiga. Suv yangilanib turmasa, keyin pashsha ko'payadi. Mana garajda. Mana buni boya olmabman. Mana suv olib ichsa bo'ladi, faqat suvlari qimmat ekan. 200-220 qilib qo'ygan. Kim olib ichadi? Mana bu tuvakchani olmabman men. Mana bu yerda bo'ladigan marosimlarni yozib qo'ygan. Духовный оркестр Ленинградские фанфары debdi. 6-iyun bu o'sha eski anaqa hisoblanadi, prinsipi. Shatyol VTB. Qanday qo'ygan ekan? Bu olim bormidi, yo'qmi bilmayman. Ish qilib katta qilib ustanovka qildi. Bitta nomi ham yozilmagan hech narsa. Qarang kattaligini. Men endi bu tarafga chiqib, bunday yurib, sirk tarafga borib, ash tarafdan sal o'tsam, anaqaga tushaman-da. Avtobusga chiqsam bo'ladi. Xullas, mana lekin satni ham aylanib bo'ldim. Hozir xudo xolisa uyga boraman. Shunga kimgadir yoqqan bo'lsa vlog like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Hamma o'zini ehtiyot qilsin, o'zini avaylasin, o'zini qadriga yetsin. Sog' bo'linglar.